qatnashchilari. Bugun xalq deputatlari Peshku tuman kengashiga 25 ta deputatdan 20 ta deputat qatnashmoqda. 5 tasi sababli. Sessiya ishiga tuman hokimligi boshqaruv apparatining mas'ul xodimlari, jamoat tashkilotlari rahbarlari, huquqni muhofaza qiluvchi organ rahbarlari, tumandagi tegishli tashkilot rahbarlari, xalq deputatlari, siyosiy partiyalar va ommaviy axborot vositalari vakillari qatnashyapti. Taklif etilganlarning barchasi sessiya ishida qatnashmoqda. Sessiya o'z ishini boshlash vakolatiga ega. Sessiyani ochiq deb e'lon qiladi. İsmoil Rahimich taklif qilaman. Nima deysiz? Boshqa takliflar bo'lmasa, tasdiqlab berishasiz. Shunday. Qarshilar, e'tiroflar yo'q. Tartibi va ish reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya kun tartibi deputatlarimizga tarqatilgan. O'qib berishga hojat bormi? Yo'q. Agar boshqa qo'shimchalar bo'lmasa, kun tartibini ma'qullaymiz desangizlar, kun tartibini tasdiqlash uchun qo'l ko'tarib tasdiqlab berishasiz. Shunday. Qarshilar, betaraflar yo'q. Endi reglamentga kelishib olishimiz kerak. Reglamentga quyidagicha taklif qilinmoqda. Ma'ruza uchun 15 daqiqagacha, so'zga chiquvchilar va munosabat bildiruvchilarga 8 daqiqagacha. Savol javoblarga 5 daqiqagacha taklif qilinmoqda. Nima deysizlar? Ma'qulmi? Kimda kim ma'qullasa, qo'l ko'tarib tasdiqlab berishasiz. Qarshilar, betaraflar yo'q. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi birinchi masala yuzasidan, ya'ni Peshku tumanida yangi O'zbekiston qo'yaqo'sidagi mahallalar va og'ir mahallalar ixtisoslashuvini chuqurlashtirish dasturini tasdiqlash to'g'risida so'z Peshku tuman hokimi Davlatov Hayot Hasanovga beriladi. Sessiya ishtirokchilari, bugungi sessiyada biz Peshku tumani ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish mahallalarida aholi uchun zamonaviy va qulay infratuzilmani yaxshilash, shu orqali yangi ish o'rinlarini
tashkil etishga qaratilgan muhim loyihalarni muhokama qilamiz. Demak, ushbu loyihalar Og'ir tuman, Og'ir mahalla hamda Yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahalla dasturi doirasida amalga oshirilib, tumanning iqtisodiy salohiyatini oshirish hamda aholi turmush sharoitini yana yaxshilashga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil, 5-fevraldagi 2026-yilda hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PK 49-sonli qarori asosida tayyorlangan ushbu dastur mahallalarning ijtimoiy va sanoat salohiyatini oshirish, qishloq xo'jaligi va xizmat sohalarini rivojlantirishga qaratilgan. Loyihalarning maqsadi aholini hayot sifati va daromadini oshirish, infratuzilma va xizmat ko'rsatish obyektlarini yaratish hamda tumandagi iqtisodiy faollikni qo'llab-quvvatlashdir. Bu loyihalar natijasida yangi ish o'rinlari tashkil etiladi, xizmatlar hajmi oshadi, budjetga qo'shimcha tushumlar tushirish ta'minlanadi. Sessiyada biz ushbu loyihalarni amalga oshirilish mexanizmi, loyiha qiymatlari va erishiladigan natijalarni atroflicha muhokama qilamiz. Hurmatli deputatlar, Og'ir tuman, Og'ir mahalla hamda Yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahalla dasturi doirasida amalga oshiriladigan vazifalarni muhokama qiladigan bo'lsak, Prezidentning demak 2022-yil 30-dekabrdagi 287-sonli farmonlari bilan ixtisoslashuvi hamda kichik biznes uchun mavjud sharoitdan kelib chiqib, Peshko'y tumani 4-toifaga tushirilgan edi. Hozirgi kunda ancha ahvolimiz yaxshilangan. Shunda yil yakuni bo'yicha 25-yil yakuni bo'yicha demak kambag'allik va ishsizlik darajasi bo'yicha Prezidentimizga va'da bergan edik. Berilgan va'dadan ham sal yaxshiroq qilib natijalarga erishdik. Demak, ishsizlik darajasi 3-2% hamda kambag'alchilik darajasi 3-4% ni tashkil etdi. Mana xabarlaringiz bor. Eng ko'p Peshko'y tumani bo'lgan kambag'alchilik darajasida ham, ishsizlik darajasida ham o'sha yaratib berilgan imkoniyatlar, mana qilinayotgan ishlar, berilayotgan paketlar, hokim yordamchilarini, mahalla yetakligini samarali harakati, mana tegishli tashkilotlarni mana shu nima deydi, vazifasini bir qanday ma'noda lozim darajada bajarganligi mana bugun o'sha natijalarni berdi. Demak, lekin shunday bo'lsa-da, biz qaysi darajalarni hisobga olib bugun Og'ir mahallaga to'g'ri kelib turibmiz. Demak, norasmiy bandlik darajasi bizga 29% ga to'g'ri keladi bugungi kunda. Norasmiy bandni hammasiz tushunasiz. Mana qayerga borsak, kun ora borgan joyimizda ham, yurgan yo'limizda ham hamma joy norasmiy band. Qaysi ma'noda norasmiy? Qancha qurilishlar bo'lyapti? Qurilishlarga hammasi konvert usulida oylik berilyapti dogovor bilan. O'sha ishchilar kerak bo'lganda ro'yxatdan o'tkazilmayapti. Oshxonaga kirasizmi, kafega kirasizmi yoki mana qaysidir bir tadbirkorlik subyektiga kirasizmi? Даже mana shu katta yirik korxonalarimiz ham harakat qilyapti qaysidir ma'noda soliqdan qochish yoki boshqa masalalarda shu konvert usulida ishni nima qilishga. Mana bu masalalar bo'yicha bir joyga borsangiz, hozir bir xonadonga kirsangiz, sharoit zo'r, hamma narsa zo'r, lekin ichida 2-3 ishsiz bor. Savol berasiz, nima ish qilasizman? Kecha 2-3 nimalarga mahallaga bir yurdik. Kechga qorong'i tushgan bo'lsa ham 7largacha o'sha mahallaga yurdik. O'sha oilalarga borib savol beryapman. Bitta oilada otasi, o'g'li, 2 o'g'li doimiy band nima bilan? Ustochilik bilan. Borib dogovorga qurilish qilib beradi, boshqa qilib beradi. Bir kunlik daromadi shu oilani 1 milliondan kerak bo'lganda ziyod tushyapti. Ustalar juda mahoratli, qaysidir ma'noda qo'ldan ish keladigan ustalar, narxi ham shunga yarasha. Lekin savol beryapman, ertaga pensiyaga qancha qoldi? Hozir kecha nechiga dedi? 52 gaman dedimi? 48 gaman dedi. 48 gaman dedi. Xotini ham 48 gaman dedi, to'g'rimi? Xotini 2 yildan keyin, 3 yildan keyin pensiyaga chiqadi. Xotiniga savol beryapman. Mana siz ertaga pensiyaga chiqasiz, staj yetishmaydi, yo'q staj. Yana 7 yil orqaga surilasiz, borib 60 ga yoki 58, 59 ga borib chiqasiz deb tushuntirgandan keyin bo'ldi deydi, o'zini bankda bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Shunday qilib ishlayman bo'lmasa deyapti. Hozir o'zi mana otasi kecha o'sha YTT qilib hokim yordamchisiga topshirib berib keldik. YTT qilib o'tkazib, farzandlarini ham o'sha firmaga o'tkazib, ish haqisini legallashtirish masalasi bo'yicha topshirib berib keldik. Ertaga shular stajga o'tadi. Mana shu bergan puling ertaga o'zingga qaytadi degan narsalarni tushuntirgandan keyin o'sha odamlar nima deydi? Rozi bo'ldik, shu ertadan o'zga bu narsani hal qilamiz degan ma'noli gaplarni gapirdi. Men bilan nima demoqchiman? Mana 29% ishsizlik norasmiy bandlik darajasi bizda yo'q. Qaysi borsangiz libojoyga, qaysidir ko'chaga borsangiz ham o'tida ishsiz, lekin tayinni surishtiradigan bo'lsangiz yo shofyor, yo sartarosh yoki bir nimadir ish qiladi, yoki bir tikuvchilik qiladi, yo bichuvchilik qiladi, yo bir qanaqadir ustochilik qiladi, yoki chasni bor ishlaydi, odamlar shunaqa narsa qiladi.
Hammasi kunini ko'rib yuribdi, lekin bizda norasmiy band bo'lib yuribdi shular. Ikkinchi masalamiz, og'ir masalamiz ichimlik suvi bilan ta'minlash darajamiz 55%. Lekin haqiqiy holatda oladigan bo'lsak, sovuq osh yerdami? Haqiqiy holatda oladigan bo'lsak 30-33% ga tushamiz. Chunki yillar davomida kolxozlar tomonidan qilingan yo boshqa qilingan oddiy yo'nalishlar bilan suv yetib keldi, boshqa bo'ldi degan gaplar hozirgi kunda o'sha joylarga suv yetib bormayapti yoki qaysi tomonda chirib, mazasi qochib, yaroqsiz kelib qolgan. Lekin biz darajamizda 55 bo'lib turibdi. Bu masalani ham Xudo xolasa yechimi shu yil barham topadi. Jahon bankidan 37 million dollarga loyihalar qilinyapti. Buni o'tgan yil ham aytdik, o'tgan yil tenderga kelib, tenderda masala chiqqandan keyin mana shu quruvchi kompaniyalarning xatoligi boshqalar bilan qayta peritender qilindi. Peretenderga yana hozir bitta hujjatlariga, ekspertizasiga, boshqasiga yana bitta masala chiqqandan keyin hozir bu narsa sal kechikdi. Tenderga qo'yildimi hozir? Tenderga qo'yildi. Nasib bo'lsa uni quruvchisi chet el kompaniyasi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, erta yutib olgandan keyin Peshku tumani 100% ham ichimlik suvi bilan ta'minlanadi, ham oqova tizim bilan 33% ga ta'minlanadi. Xo'p, ichki yo'llarimizni ta'mirlash masalasi bo'yicha bizda demak 13%. Endi buni hammamiz bilamiz, yillar davomida qilib kelinmagan narsa endi bo'lyapti. Oxirgi yillarda mana ancha joylarni asfaltlashtirdik, boshqa qildik, betonlashtirdik. Oqova suv bilan ta'minlangan darajada kanalizatsiya hozir aytib o'tdim, 1,5% da biza, bu ham 1,5% ham joy kelgan paytda yo'q. O'sha bitta liniya tortib, mana bu nima deydi yuqori yerda? Tepaga bitta tortilgan liniya, u to'g'ri ishlamaydi. Ha, ishlamaydi ham to'g'ri. Endi ikkita uchta domni qaysi ma'noda nimasini qilib o'tiribdi. Bu narsa bo'yicha to'liq biza loyihaga kiritdik. Bugungi kunda yangi berilgan taklif bo'yicha 3 ta kengayish bo'ladi, tushunaymi? 3 ta katta kengayish bo'ladi. 3 ta kengayishda ham yo'llarni hozir bir tomonga uklon berib, ertaga hamma joyni g'orat qilib tashlamaslik uchun belgilab oldik. 3 tomonga qilishdi. Mana shu katta yo'llarni boshqalarni buzmaslik uchun 3 tomonga yo'naltirdik. Bittasi mana shu Oqtepani orqa tomonida bitta joyimiz bor. O'sha yerda, ikkinchisi mana hozir birinchi o'sha belgilangan joyi nimani Peshku tekisda orqa tomonda, uchinchisi mana bu yoqda o'sha zakazlarga chiqadigan joyiga o'sha joyni belgiladik 3 ta kengayish qilib. Endi keyingi masala transport bilan jamoat transporti ta'minlangan darajasi 14%. Bu endi viloyat bo'yicha hal qiladigan bo'lsak 10-o'rinda bu. Transport bilan avtobus, mana shu yo'lovchi transportidan ta'minlanish darajamiz ham juda og'ir. Endi hozir mana yangi loyihalar ustida ishlayapmiz. Agar bu ishlar amalga oshadigan bo'lsa, shu firmalarni topib avtobusda keltirishimiz kerak, yangi bu tomonni ham masalasini yechishimiz kerak. Undan keyingi og'irlik darajamiz bittasi urbanizatsiya darajasi. Bu bo'yicha eng oxirida biz urbanizatsiya. Urbanizatsiya nimaligini bilasizlar? Shaharlashtirish masalasi bo'yicha ishlar amalga oshirilmagan, rejalarimiz bor. Mana shu sabablarni, ya'ni sabablarimiz ko'p. Buni aytib bitib tushuntirib vaqt ko'p ketadi. Shu nuqtai nazardan og'ir mahalla, og'ir tuman darajasiga demak baholandi hamda bizga endi buni yaxshi tomoni ko'p. Yaxshi tomoni mana kimdir ko'zda shuncha ko'rsatkichlarimiz yaxshi, boshqamiz yaxshi, biz o'zimiz oqlab og'ir darajada emasmiz deb isbotlasak ham bo'lardi. Lekin bizga mablag' beriladi bu masala bo'yicha. Shu mablag' olib 1 so'm bo'lsa ham, shu investitsiya kirsa, 1 so'm bo'lsa ham qanaqadir bir tumanimizga bir ish yangilansa, bu albatta shu tumanni ko'rkiga ko'r qo'shadi, arxitektura qiyofasini o'zgartiradi yoki sharoit yaratadi xalqqa yoki qanaqadir bir imkoniyatlarni yaratib beradi. Xo'p, demak, Og'ir tuman rivojlantirish dasturi doirasida tumanga respublika va mahalliy byudjetdan 60 milliard so'm ajratish ko'zda tutilgan. Biz bu bo'yicha 13 ta loyihani amalga belgilaganmiz. Sizlar bilan bitta ko'rib chiqamiz buni. 60 milliardni 10 milliardi viloyat byudjetidan, 50 milliardi respublikadan beriladi. Lekin qarorda shunday murakkab qilib olganki, viloyat 1 milliard ajratsa, bu yoqdan 5 milliard ajratadi. Qarorni shunday puxta qilib ishlangan. Endi mana shu uchun biz mana sog'liq, boshqalar departament, kerakli tashkilotlar, hamda shu yerda turgan deputatlar, faollar hammasi bir bo'lib sog'liqni shuni masalasini hal qilishimiz kerakda, orttirib bajarilgan qismimizdan bu ishda bajariladigan ishlar bor. Yana hozir davomiga aytib o'tib ketaman. Bitta o'z Yangi O'zbekiston qiyofasida 2 ta tumanga 5 milliarddan respublikadan beradi. Bu Quchoq bilan Navoiy mahallasiga, Qoraqalpoq mahallasini biz o'zimizning hisobimizdan qilishimiz kerak. Buni ham bu uchun ham o'zimizni mahalliy byudjetimizga pul tushirishimiz kerak, sog'liqlarni orttirib bajarishimiz kerak. Xo'p, demak, 13 ta loyihalar, birinchisi bu yo'l infraturaturasini yaxshilash orqali 6 ta xizmat ko'rsatish yo'nalishida demak 27 milliard so'm. Slaydni ochinglar birinchidan. Kim qolibdi? Xo'p. Bu qaysi yo'l bu? Mana shu yo'l, bu yo'l mana nima uchun bizga kerak bu yo'l? Mana yo'lga qaraydigan bo'lsangiz, O'g'lon Kalsodan tortib, bu mana shu yangi beton qilib kelingan mana bu gazini yo'lga chiqadigan yo'limiz bu. Bu yerda
O'g'lon mahalla, undan keyin nima Chibog'oni mahalla, Quchoqdan keyin Navoiy, o'rtada yana bitta mahallamiz ozgina joyi bor. Unani Varaqsho mahallasini joyi bor. Undan o'tib u yoqqa mana Navgaxon, Shavgon shu yerlarni biladi. Nimani don kombinat, Varaqsho don kombinatining oldidan o'tib, u yoqqa betonlashtirilgan Shavgonga borgan joygacha shu joygacha olib borishimiz kerak. Bu bizga nima beradi? Birinchidan, Xorazm va Qoraqalpoq qatnaydigan mashinalar agar shu yo'ldan bizdan oqimi oshadigan bo'lsa, bu yerda birinchi servis rivojlanadi. Servis uchun mana hozirgi kunda endi bu yerda biz 80 ta yozganmizmi loyihani? 80 ta loyiha yozilgan, lekin 300-400 ga yaqin loyiha bo'lib ketadi bu yerda. Hozir mana rejalashtirib turibmiz. O'sha agar yaxshi imkoniyatlar bo'ladigan bo'lsa, ko'p joylarni, yo'llarni labini ham servisga biz ekin yerini toifasini o'zgartirishga takliflanib berdik. Mana shu Quchoqni yo'l atrofida mana o'tgandan keyin yoki masalan Aliyor qishlog'iga kirish joylarida mana shu yerlarda joylarimiz bor. O'sha yerdan palasa ekin yeridan kesib olyapmiz hozir. Agar yer toifasi almashsa, bu yerda ham savdo, servis, hamma narsa rivojlanadi o'sha yerda. Xo'p, ikkinchi nima? Xo'p, bu Xo'lbor kanali. Xo'lbor kanali mana yillar davomida mana hozir ozgina suvni ko'proq bersangiz, mana shu Xo'lbor mahalla borki, mahallaning oldidan suv chiqib ketadi. Kecha biz borganimizda ham suv chiqib ketyapti. Bu endi vaqtiga ozgina noto'g'ri nima qilingan, nima deydi uni? Qurilgan paytda atmetkalar to'g'ri olinmagan. Shu atmetka to'g'ri olinmasligi hisobida mana shu kanalimiz ham bugun yaroq solga kelib qolgan. Oldiga qum yotadi, u yoqlari betonlari buzilib ketgan, juda abgor ahvolga kelgan. Shuning uchun bu kanalni ham mana shu mablag' hisobidan buni natijasida bizga demak aylanib borib bu mana shu hozir mana xabarlarimiz bor, yangi Varaqsho kanalini yangidan betonlashtirib boryapmiz. Ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak. Buni ham mana shu ochiqni aytaman, mana Muzrovaga shu yerda o'tiribdilar. Bu toza oqim bo'lib kelgan paytimda menga masala qo'ydilarki, Peshko'y tumani shu qatda ketadigan bo'lsa, 4 yil 5 yilga borib juda ahvol og'ir bo'ladi. Chunki suv masalasi yetib borishi, cho'l tomonda yetib borishi haqiqatan og'irlashib qolgan. Shu masalalarni birinchi navbatda nimani harakatni suvni yo'llariga mana shu nimalarni katta mana Zandani kanalini boshqalarini hammasini ta'mirlash bilan ishni boshlash kerak degan masalani qo'ydilar. Dachizmalarga chizib menga tushuntirib berganlardan keyin men cho'lga bordim. Cho'l tomonlarga boraman, haqiqatan suv bormayapti. Bu o'sha Turkistonni olamizmi yoki masalan bu yoqda mana nima deydi u tomonni? Varaqsho, Sharfergash, umuman cho'l zonamiz shu severni kollektorni yuqori qismi, katta qismida suv yetib bormaydi. Ilgari mana shu joylarga suv yetib borgan. Keyin analiz qilib haqiqatan ko'rib keladigan bo'lsak, bizda mana shu Zandani kanalimiz 32 kub suv oladigan kanalimiz bugungi kunda eng tor joyini kelib men o'sha suv yo'q paytda o'lchattirdim, 19 kub o'tar ekan. Endi 19 kub o'tsa biz 32 yoqdan 50 qo'yib bersa ham 19 dan ziyod suv olmaymiz deganda bu. Mana shu narsalarni hozir muammo sifatida ko'tarib, xudo xolasa mana u 32 milliard pul ajratilyapti. Bu Zandani kanali ham boshlanish qismini o'sha kelgan joyimizgacha, suv tarqaladigan joylargacha to'liq rekonstruksiya qilamiz. Undan tashqari mana o'sha pulni o'tgan yil boshladik, bu yil pulni dasturga qo'yib turib berildi. Mana shu Varaqsho kanali bor, bu asosan cho'lga suv yetadigan kanal. Buni ham mana o'sha payt noto'g'ri bo'lgan 6-7 yil oldin O'zbek Sarobdan yoqqa o'tmay qolgan bu suv. O'sha yerga borib, botil bo'lib, hamma narsa suv chiqib ketib, majbur nima bo'lgandan keyin, atmetkalar noto'g'ri olingandan keyin ishlamagan bo'lgan. Даже mana shu O'zbek Sarobdan keyin bu Qo'lbordan nimadan o'tib borgan, to Yangioboddan nimasigacha borgan. Shu yerga suv bir marta ham bormagan. Bir marta ham suv bo'lmagan shu joyga. O'sha qurilgan beton bo'lgandan beri necha yil o'tgan bo'lsa, shu yuzda turibdi bu narsa. O'sha uchun mana bu yil hozir xudo xolasa buni birinchi navbatda qilsak, ikkinchi yo'nalishlarimiz bor, yana uchinchi Dedaroz kanalimiz bor. Buni ham biz nimaga kiritganmiz, dasturga kiritganmiz. Xudo xolasa bunga ham agar pul ajratilgan bo'lsa, suv masalasi bo'yicha ko'p muammomiz yechiladi. Hozir ham mana ko'p ariqlarni betonlashtirishga, beton kanallarni nima qilishga qo'yganmiz. Keyingi loyihaga o'ting. Bu mana akveduklar. Mana mustaqillik kanalimiz bor, bilasizlar, mana shu nimadan ketadigan mustaqillik kanali bu 16 ta mahallaga suv yetkazib beradi. O'sha yerlarga, boshqasiga suv yetkazib beradi. Lekin akveduk holati mana bunaqa yaroq solga kelib qolgan. Agar Xudo ko'rsatmasa, buni bittasi agar qo'yaveradigan bo'lsa, shuncha joy suvdan qoladi. Buni remont qilib qaytib o'tkazish ancha vaqt ketadi. Mana hozir Turkiston mahallasiga, nimasiga bitta akvedukni almashtirganlar turbaga. Lekin bugun turbaga almashtirgan uchun ishlay olmay qo'yapti u. Suv berilgan suvni yetkazib bermayapti. Endi uni ham yana qaytib dasturga kiritib, remont qilishga to'g'ri kelyapti. Hozir mana eng zamonaviy narsalarni ko'rib boryapmiz. Pulni ham kamroq sarflab,
akvedukni o'zini qiladigan bo'lsak, bu qarib 10 milliarddan oshib ketayotgan puli. Shuning uchun biz hozir 5 ta akvedukka 1 million 700 dan qo'ydikmi hali? 1 million 700 dan qo'ydik, lekin yana hozir uni arzonroq qilish variantlari bor. Zakkashni turba tagida qilib, ustini qum bilan ko'mib, beton kanalni o'sha beton kanal sifatida akvedukli joyiga davom ettirsa bo'ladigan variantlarni ko'ryapmiz. Agar bu chiqsa 1 million 200, 1 million 300 dan chiqadi. Hozir buni loyiha jarayonida pullari aniq bo'ladi. Keyingi. Xo'p, Chig'irchi MFI Zandani xo'jaliklar sug'orish tarmog'ini 2 qismida 2 kilometr sohil bo'yi ko'ngilochar maskanni barpo etishni rejalashtirdik shu pulning hisobidan. Demak, mana xabarlaringiz bor. Chig'irchi mahallasidan hozir mana shu bozorning oldidagi ko'prik, o'sha ko'prikgacha ikki tomon ta'mirlanyapti. Kimlar ko'rgan bo'lsa, juda mana 3 ta yangi ko'prik qilindi ichiga. Mana hozir girdilari reshotka qilinyapti. Hozir asfaltlashtiriladi, beton qilindi. O'sha yerda tungi chiroqlar, skameykalar, odamlar o'tiradigan, ko'ngil ochadigan, dam oladigan joy bo'ladi. Bir tomonni piyodalar yo'llar qilmoqchimiz to'liq, bir tomoniga endi mashina barib qatnash kerak, mashina bilan o'tadigan joylarni qilyapmiz. Stanka masalasini ko'p o'yladik, u yerda stanka masalasiga qitta og'ir joyimiz bor, joy yo'q u yerda stankaga. Bitta ikkita joylarimiz bor. Biz uni tadbirkorlarga chiqarib, auksionga chiqarmoqmiz. U yerda agar uni ham stanka qilib qo'yadigan bo'lsak, u yerda tadbirkorlikka qitta to'sqinlik qilib qo'ygan bo'lamiz. O'sha uchun mashinalarni bir tomonlama diviziyani qilib, chiqarib chetga qo'yadigan qilib, faqat odamni keltirib tushirib ketish xizmatini qiladi. Boshqa mashina to'xtaydigan joy qo'ymaymiz u yerga. Yana shu yerda bitta narsani aytib ketish kerak. Hozir mana tadbirkorlar bor, o'sha yerda turgan mana deputatlarimiz yoki shu yerdagi mana faollar bor. Hammasiga kecha mana aytib chiqdik biz. Shartnoma qilib, 1 yilga o'zi qonun bo'yicha shartnoma qilinadi. Suv korxonasi bilan 3 yilga qilamiz deyapmiz shuni. Yana 3 marta uzaytirish sharti beramiz. Ertaga bugun qilib, ertaga ko'tar demaslik uchun unga imkoniyat qilib beryapmiz. Shu tadbirkorligini davom ettirsin hech bo'lmasa 10 yilga. O'sha nimani ustiga faqat to'siq qilmasdan, ariqning ichiga beton tekmasdan yoki masalan bir temir qo'ymasdan, to'siq qilmasdan turib, duxtavni shveylerini tashab, loyiha asosida u ham mana bu qolganlarga uyg'unlashgan holda mana shu yerda mana o'zi mana masalan tomchi samsachi, odami mashina ham to'lib ketgan holda, odami ham ko'p. Joyi kichkina. Shunga men kecha taklif berdimki, sen shu yerga joyingni taqla, ham soya salqin joy, ham suvning usti. Unga ham ma'qul bo'ldi. Mana shu narsalarni shartnoma asosida qildirib beramiz. Kim agar nima bo'lsa, taklifi bo'lsa, olib kelsa, uni ma'qullab beramiz. Xo'p, keyingi masala mana bu Yangiobod mahallasida bog'cha masalasini qo'yganmiz. Yangiobod mahallasiga necha yildan beri bog'cha qurish bo'yicha rejalashtirilgan, joylari ham boshqalari hamma narsasi tayyorlangan, lekin mablag' ajratilmay yildan yilga qolib kelgani uchun Yangiobod mahallasida bog'cha rejalashtirdik. Keyingisi. Xo'p, mana bu joyimiz endi Yangibozor mahalla ekobog'. Bu biz uchun juda kerakli narsa. Sababi mana xabarlarimiz bor, mana shu svetofordan, kanal bo'yidan to prezident maktabigacha ikkinchi tomondan beton ariq o'tgan. O'sha beton ariqni o'ng tomonini to'liq piyodalar yuradigan yo'lak, hozir u yerda shu yashil bog' qilish uchun qaror chiqqan, yer ajratilgan, obodonlik tomonidan daraxtlar ekilgan. Shuni ichini mana nimalarimiz ko'p berdi, mana qilinadigan ishlarimiz katta ko'rinyaptimi? Sizlargacha ko'rinadimi bu? Mana shu ichkarida odamlarimiz bir yaxshi dam olishib, ko'rish nima qilish uchun birinchi navbatda suvni ariqlar, bu tomonga uchastkalarga suv beradigan ariqlarni ilon shakli qilib, shu yerdan o'tkazib, o'sha mikroklimat ta'minlab, o'sha ariqqa o'tkazib yuboramiz. Girdiga mana toshchalar terilgan, mana bir zamonaviy qilib qilmoqchi biz shu yerda. Doimiy suv o'tib turadi. Shuni atrofida servisni ham rivojlantiramiz. U yerda odamlar o'tirib dam oladigan joy bo'ladi. Mana bunaqa asfaltlarni yaxshilarini qo'yib, shu odamlar uchun bir qulaylik sharoit yaratmoqchi biz. Shu yerda xalqimiz endi butun mana 4 tomondan oqib kelib, o'sha yerda bir dam olib, nima deydi, o'zini bir hordiqni chiqarib ketadigan sharoit qilmoqchi biz. Keyingisi. Ha? Keyingisi mana xabarlaringiz bor, Peshku tumanida bir qish paytiga bir san'atkor keltiramizmi yoki bir qanaqadir bir kattaroq tadbir qilamiz, joyimiz yo'q. Zakiriyli bir zalimiz yo'q, boshqasi yo'q. Hozir yoshlar markazi negizida ham mana o'sha to'rishta o'rinli faollar zali qilmoqchi biz. Atrofiga demak, mahorat darslari, boshqa umuman yoshlar uchun kerakligan to'garaklar, boshqalar bo'ladi. Buni loyihalashtirish jarayonida hammasini hisobga olamiz. Mana shu ishlarni qilmoqchi biz. O'quv zali, axborot resurs markazi, kino teatr ham qilamiz uni. Ma'naviyat maskani ham bo'ladi o'sha yerda. Hamma burchaklarda joylashtirib, yoshlarni o'sha yerda qamrab oladigan joy qilamiz. Atrofida ham servis, boshqa narsalar rivojlantiramiz. Buni joyi mana shu mana soliq bilan prokuraturaning o'rtasidagi
oldingi monumentni joyiga qilamiz. Agar ma'qul bo'lsa, shu joy bizlar uchun ma'qul keldi. O'sha yerda bir uyg'unlashadi ham, bir stankalarimiz ham bor, kerak bo'lgan paytga bir tadbir o'tkaziladigan bo'lsa, bu yoqda ichki ishlar stankasi bor, bu yoqda salonki bor, atrofiga ham bu yoqdan parkni nimalari bor, o'sha yerda joylashtirsak bo'ladi. O'zini ham albatta stankasi bo'ladi buni. Katta partiya kelgan paytda o'sha yerda orqa tomoniga ham joy bor, domni atrof orqa tomonida ham joyimiz bor. Stankalarni o'sha joylarga rejalashtiramiz, xudo xolasa. Bunga mana hozir 13 milliard pul endi rejalashtiryapmiz, lekin meni o'zimni taxminim bo'yicha 13 milliard kam. Endi hozir qaysidir summalardan ekonom bo'ladigan bo'lsa, shu summalarni keyin bu yoqqa yo'naltiramiz. Xo'p, keyingisi bu Chig'irchida demak yuqumli kasalliklar shifoxonamiz bor. Mana buni Sanam opa viloyatga necha marta masalasini ko'tardilar, viloyat hokimi o'tgan yil pul ajrataman dedilar. Nimaga? Demak, o'sha orttirib bajarilgan qismi to'liq bo'lmagani uchun bu holat shunday qolib ketdi. Mana shuni hozir o'zini qoldirishga qaror qildik binoni. Faqat binoni tagini ochib izolyatsiya qilish, yangi bino qurishni ham o'yladik. Yangi bino quradigan bo'lsak, u birinchidan agrajeniya bo'lishi kerak, yopiq bo'lishi kerak. Uni oldiga boshqa kirib chiqib, u territoriyada ko'p aylantirib chiqdik, bo'lmaydigan bo'ldi. Keyin mana daryoni bo'yiga eski binosi bor, nima bino? Administratsiya binosi bor. Shuni joyiga qo'yadigan bo'ldik. Bu yerda SES talablarini, Sampin talablarini ko'tarib chiqsak, suvga yaqin ekan, mumkin emas ekan bu joy. Shu uchun o'zini remont qilishga qaror qildik. Menimcha o'zini qaytib remont qilsak, chiroyli qilib topshirsak 1,5 milliardga buni yetishmasa ham qolgan pullardan qo'shamiz degan niyatlarimiz bor. Bu joyni ham remont qilamiz. Keyingisi. Endi mana Qo'lborda 5-sonli maktab bor. Mana kecha davlat maqsadchisi ham kelib ketdilar bu yerga. Kelib ketgandan keyin o'sha xalqi masala qo'ydi. Haqiqatan maktabni o'quv blogi qurilgan, lekin sport zal, oshxona yo'q maktabda. Qo'shimcha o'quv blogi ham so'radi ular. Qo'shimcha o'quv blogini biz qo'ymadik. Mana hozircha nima deydi, koeffitsiyentda ishlasa bo'ladi, sharoit bor. Keyinchalik buni dasturlarga qo'yib qilamiz, lekin hozir bugungi kunda sport zal bilan 5-maktabni amaliyot bilasizmi, kanalni bo'yida nimadan Bog'istondan o'tgandan keyin shu yerda bitta sport zal bilan oshxona qilib berishni rejalashtirdik. Keyingisi. Endi mana Valfajr mahallasini ko'pchilik biladi. Xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jalik loyihalarini amalga oshirishni bir rejalashtiryapmiz. Bu yerda chorvachilik, hozir xalqini deyarli yarmidan ko'pi xonadonda mol boqadi. Bundan tashqari mana hozir u yerda bir 10 gektar parnik qilmoqchi biza. Hamda servis obyektlarini rivojlantiramiz bu yerda. Mana shu joyga 4 kilometr asfalt belgilaganmiz. Shu asfaltni bugungi kunda ahamiyati juda yuqori, xalqimiz ko'p norozilikka sabab bo'lgani uchun buni ham kiritganmiz. Keyingisi. Endi mana u ham Og'ir mahallaga kirgan bular, uchalasi ham Og'ir mahallaga kirgan. Qo'lbor, nima, Valfajr, nima, Yangiobod. Qo'lbor mahallasiga ham 4 kilometr asfalt. Endi borib joyini o'rgandik, nima bilan, komissiya bilan birga yurdik, avtobus ishga kirib. Qo'lbor mahallasi juda ham eng tumanda Og'ir mahallamiz ekan. 1 kilometr mana qolganlar open byudjetdan yo boshqa narsadan betonlashtirishdan mana bu 685-sonli qaror chiqqan paytda ham 1 kilometr ham 1 metr ham asfalt qilinmagan ekan. Ko'chalari asosiy yo'l kanali bo'yi bitta betonlashtirilgan, asosiy yo'l katta yo'llar beton asfaltlashtirilgan. Ichkari ko'chalarning birortasida asfalt va beton yo'q ekan. Shag'allashtirilgan ba'zi joylar boshqa bo'lgan, shuning uchun bu yerga ham 4 kilometr qo'ydik. Xuddi shunday mana Yangiobod mahallasida ham og'ir hududlarni belgilab olib, mana hozir yangi bog'cha quriladigan yo'l bilan birga uyg'unlashtirib, buni ham o'sha yerda 4 kilometr, 3 ta og'ir mahallaga 4 kilometrdan yo'l qo'ydik. Hozir mana Yangiobod mahallasi qo'shimcha mahallaga nima bilan Qaraqalpoq mahallasi bilan yana open byudjetga ovoz berib, ular qolgan qismini olmoqchi. Qo'lborga ham shu taklifni berdik, ular ham bu narsani oladi. Valfajr ham yana qo'shimcha ravishda open byudjetdan asfalt qilib, bu yil 8-10 kilometrgacha qo'shimcha xudo xolasa asfaltlashtiramiz. Endi mana yana bitta narsani kiritganmiz. Xabarlaringiz bormi, peshku o'sha yuqori cho'lga chiqib ketish, Kandirboy tomonga ketish yo'llarga suv yo'q joylarimiz bor, lekin u yerdan 2 yil oldin tomorqa yerlar tarqatilgan. Aholiga, yoshlarga, boshqalarga berilgan. Bugungi kunda yo tashab ketilgan yoki fermer ishlatib turibdi, qanaqadir bir ozuqa bilan yoki umuman to'g'ri maqsadsiz foydalanib kelinyapti. Masalani borib tayinli ko'tarsa agar, bu yerda bitta masala qo'yilyapti, suv yo'q degan masala qo'yilyapti. Endi u yerlarni bilasizlar, hammasi yoshlarga ajratilgan, tomorqa yerlar, boshqalar hammasi maydobcha, ekish maydobcha deganimiz, meva sabzavotchilik uchun ajratilgan, lekin bugungi kunda hammamiz endi qo'pol bo'lsa ham uyimiz ichigacha beda ekib qo'yganmiz, shunaqa narsani ekib qo'yganmiz. O'sha narsani suvni masalasini yechish uchun ikkita nasos shu yerda hozir belgilaganmiz. Ikkita joyga shu nasoslarni agar o'rnatsak 1 milliard 200 so'm mablag' bo'lar ekan, lekin ancha joyimiz pastda bir fermerlar bilan hisoblagan paytda qarib
endi unga ariq suvi ham qo'shamiz, boshqa ham qo'shamiz. O'zi 500 gektarning masalasi yechiladi, lekin 1000 gektar qo'shimcha suv bilan sug'orish imkoniyati paydo bo'ladi. Keyingisi. Endi O'g'ir mahalla bo'yicha mana har bitta mahallaga 3 milliarddan ketyapti. Mana Valfajr mahallasiga hozir yuqorida aytganimdek O'g'ir mahallaga tushgan. Endi buni mana elektr tarmoqlari tizimi, transformator yoki beton tayanch ustunlarini ko'p xonadonlarga bir 12 ta mahallani driver bilan almashtirib chiqdik hozirgacha. Qanday qilinyapti? Endi harakat qilyapmiz, shu O'g'ir mahallani kiritib, qanaqadir bir tadbirkorlikni ichkariga rivojlantirib, driver loyiha qilib, xalqni ham shunga undab harakat qilamizda, lekin ko'p joyda xalqimiz qitti sal befarqday bo'lib turibdi. Endi bu pullarni ertaga kelib tagini tekshirish bor-da. Shuning uchun mana shu deputatlarimiz ham, faollar ham birgalikda harakat qilish kerak. Mana shu mahallalarni rivojlantirishimiz kerak ularga. Shu driver loyihalar belgilangan hammasini. Mana hozir bu yerda driver loyiha sifatida mana chorvachilik, endi yana qo'y, mol hamda dehqonchilik masalasi qo'yilgan. Bu yerga yozilmaganmi nima? Shu ishlarni qilish uchun mana ham qiyofasini o'zgartirish, boshqa ishlarni qilish uchun transformator mana 4 pas joylarga transformator 5 ta almashtirilyapti. 117 ta temir beton. Ba'zi o'ylarni tom ketgan tok. Masalan, endi odamning tomning ustidan o'tishi noto'g'ri bu narsa. O'sha paytda imkoniyat bo'lmaganda bitta rekani uribmi yo bitta tolni uribmi, shunga bog'lab ketavergan olib. Ba'zi holatlarda mana shu teraklardan qilingan joylarimiz bor. Ba'zi holatda odamlar uyning ichiga qolib ketgan holatlar bor. Mana shu narsalarni yaxshilash uchun mana shu masalalarni belgilab chiqdik Valfajrga. Yana beton arig'i bor, 4,5 kilometr. O'sha Valfajrning ichidan o'tadi, hamda ikkiga bo'linib ketadi o'sha ariq. O'sha joyni ham o'sha dehqonchilikni rivojlantirish uchun, mana shu chorvachilikni rivojlantirish uchun hammasi masalalarning yechimi bo'ladi. Shuning uchun ariqlarni betonlashtirish ham kiritilgan. 4,5. Keyingisi. Mana Qo'ylbor mahallasi ham xuddi shunday. Demak, 4 kilometr havo liniyalari eng og'ir joy desam elektr energiya bo'yicha Qo'ylborni adashmaymiz, chunki necha marta kelganimdan beri qabulga boradigan bo'lsak ham, boshqa masala qiladigan bo'lsak ham, shu xalqni eng qiynaydigan masala elektr tok pastligi. Shu masalalar bo'yicha juda qiynalib kelyapti bu joy. Faollar bormi shu yerda? Qo'ylbordan keyin chaqirdingizmi faollarni? Kim bor Qo'ylbordan faollar? Mana San'at aka. Xo'p, demak, bu yerga ham 4 ta transformator qo'yiladi. Qo'shimcha 117 dona beton ustun. 4 kilometrga 117 dona beton ustun ketadi. Mana shularning hammasiga mana bu tungi chiroq boshqalarni ham hammasini qo'yamiz. Bir qismini mahallaning hisobidan ham qo'yamiz, xalqning hisobidan ham qo'yamiz. Hamda bu yerda mana suv o'g'ir joylar bor. Bitta artizan quduq rejalashtirganmiz. Bu yerda ham 4 kilometr yana ariqlarini ichlarini betonlashtirish belgilangan. Keyingisi. Yangiobod mahalla bo'yicha 6 kilometr elektr havo liniya tarmoqlari, 4 ta transformator, 142 dona demak tayanch ustunlar o'rnatish kerak. Bu yerda tayanch ustun mahalla gija qishlog'iga o'rnatildi. Shuning uchun bu yerda tayanch ustunlari kam. Ariqlarni betonlashtirish bo'yicha 308 kilometr ariqlar qo'yilgan. Betonlashtirish masalasi hamda 2 ta artizan quduq qo'yilgan bu yerga. Keyingisi. Yangi O'zbekiston qiyofasiga demak hozir aytib o'tdim. Navoiy, Quchoq hamda Qoraqalpoq mahallasi. Navoiy bilan Quchoq mahallasiga 5 milliard so'mdan pul beriladi. Bu Qoraqalpoq mahallasiga mahalliy byudjetdan hamda homiylar hisobidan biz bu narsani amalga oshiramiz. Mana bu yerda ham asosiy yo'nalishga e'tibor qiladigan bo'lsangizlar, kabel, sim. Chunki mana mahallaning muammolarini o'rgangan paytda olib chiqsak, hamma mahallada asosan kabel, elektr sim, transformator shunaqa narsalar belgilangan. Hamda Yangi O'zbekiston bo'lishi uchun albatta u yerda piyodalar yo'lagi, yo'l asfaltlashtirish, tungi chiroqlar, undan xalq dam oladigan yo'laklar, joylar, shunaqa narsalarni rejalashtirib chiqqanmiz hamda 1,5 kilometr ariqlarni betonlashtirish qo'yilgan. Keyingi emas. Hop, keyingisi demak Navoiy mahalla ham xuddi shunaqa. Joylarni ham agar qiziq bo'lsa, joylarni ham tushuntirib aytib ketaman hammasini. Mana masalan Navoiy mahallani joyini belgilaganmiz, mana Navoiy klubga borishgacha mana 8,5 kilometrga kirgan bu. Hozirgi birinchi tumanni dasturga kiritgan joyimga kiritgan. Bu hozir mana shu 10-maktabning oldiga ketadigan bog'chaga, keyin dalchi shu nimaga qarab chiqadigan yo'l bu. O'sha yo'lni gabaritlari ham borib o'rganib ko'rdik, nimaga to'g'ri keladi. O'sha yerda mana ham qolgan yana boshqa ko'chalarda ham kabellarni tortish, transformator, piyodalar yurish yo'lagi, ariqni betonlashtiramiz. O'sha yerda bitta katta kanalcha bor, 1,5 kublik, uni ham betonlashtiramiz. Asfaltlashtirish bor o'sha yerda, sug'orish quduqlarini o'rnatamiz, suv bormaydigan joylarga. Bu yerda ham xuddi shu narsalar belgilangan. Xo'p, demak, Quchoqni aytdim-ku hozir. Navoiyni ham gapirdik. Qoraqalpoqlar.
Bu yerga qilmadingizmi? Buni homiylar hisobidan hamda o'zimizni mahalliy byudjet hisobidan qilishimiz kerak. Shuning uchun buni holatdan ko'rib ko'pchilik endi bari homiylar hisobidan qilamiz. U yerda hozir piyodalar yo'lagi ham, boshqasi ham, ariqlarni betonlashtirish masalalari ham bo'ladi. Endi mana ko'p narsani men aytib o'tib keltirdim. Bu yerda men ma'qul topdim, dokladni o'qib bermaslikka sizlarga, dokladda yozilgan masalalarni tushuntirib berishga harakat qildim. Biron shu masala bo'yicha biror bir savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Issiqxona qurildi. Bu qabristonning orqasidan ketgan yo'l. Endi to'g'ri gap, men elektrga tushunaman, bordim, Divjogda ishlatib turibdi-da, mana Xabarim bor. Kecha 2 kun oldin ham borib keldim. Keyin Apshona Peshkun yo'lidagi yo'lda ham shu narsa bor. Keyin o'sha yerda ozgina yo'l qolgan. Iloji bo'lsa mana shu imkoniyat bo'lsa, iltimos elektr tokini hal qilish kerak. Chunki Uni masalasini yechdik. Xavfsizlik juda afasinda bu. Uni masalasini yechdik. Hozir men viloyatdan stalba olish chorasini ko'rdik. Mana hozir Avdiyning qishlog'ida ham stalbamiz turibdi. Men aytdim, birinchi navbatda nima beradi, samara beradigan joy bu. Men ko'rdim, o'sha yerda mana teraklar bilan odamlar to'kda yetib borgan, ba'zisi mana shu motorcha bilan svarka qilyapti hozir. Buni va'dasini berib keldik, o'ra chunki bari ertaga nasos kerak, boshqa kerak, ertaga dorilarni qo'shish kerak, bunga bari tok kerak bo'ladi hammasiga. Shuning uchun o'sha yerda stalbalarni birinchi navbatda biz olib urib beramiz. Fermerlar bilan, nimalar bilan, parnichilar bilan hammasidan kelishib, ular sip kabelini olib beradigan bo'ldi. Bu narsani yechib beramiz tokini. Ikkinchi masala mana shag'il masala, shag'illashtirish yo'llari ham yomon. Mana ko'rgan bo'lsangiz, mana kanal bo'yidan shag'illashtirib biz nimagacha asosiy yo'lgacha bordik. Ichkarida bitta yo'lchamiz qoldi. GAI bilan ham boshqasi bilan gaplashib, o'sha 20 mashin shag'il ketar ekan, texnikasini obodondan, avtoyo'ldan olamiz. U yerni o'zimiz kuch bilan qilamiz bu narsani. Ular endi o'zimizdan kuch bilan qiladigan narsalarni bu dasturga ham eng yonadigan, shu qiladigan ishlarimiz ichida ham ancha qismini o'zimiz qilib beramiz. O'sha uchun pul kam qo'yilgan bu yerda. Hozir mana shu qaysi loyihani oladigan bo'lsangiz ham puli kam qo'yilgan. Mana o'sha Quchoq mahalla 8,5 kilometr, 1 kilometri avtoyo'lni nimasi bo'yicha 2 kilometrdan kamga chiqmaydi. 2 milliarddan kamga chiqmaydi bu yo'l. Lekin biz bu yo'lga hozir summani deyarli yarmisini qo'ydik. Buni kelishdik, qanaqa qilib qilamiz? Mana avtoyo'l bu yil mana 1 kilometr qilib berdik hozir. Yana 3 kilometrni avtoyo'l qiladigan bo'lyapti. Qolgan qismini biz qiladigan bo'lyapmiz hozir. Endi har tomonlama buni pulni ekonom qilib harakat qilamizki, shu kam pul bilan ko'p ish qilishga. Mana ba'zi yo'llarni xalqi bilan gaplashdik bor. Masalan, 4 kilometr qo'yilgan joyga agar buni hisoblaydigan bo'lsak, bir to'da pul ketadi. Biz 2 milliard 200 qo'yganmiz. U yerga 4 milliard pul ketadi hozir. 1 kilometrga o'rtacha 4 metrlik yo'lga 1 milliard 800 million 900 million pul ketadi holatdan kelib chiqib. Lekin biz nima qilamiz buni? Xalq bilan kelishib, chag'ilni biz tashattirib, yotqizib beramiz. Metr asfaltni metrini uzaytiramiz. uchun vakili bilan uchrashdim 2 kun oldin. Borib tekshirdim, men haqiqatan qayergacha bo'lganini. O'sha oxirgi uyga yaqinlashib qolibdi. Nasib bo'lsa, uni ham qilamiz. Bu tomonga ham shag'illashtirishga masala yo'q. Endi bitta narsani bilish kerak-da, shag'illashtirish bu vaqtinchalik narsa. Chunki bu yil shag'illashtirib bitta unaqa qattiq yomg'ir qor kelgandan keyin yerga kirib ketadi bu narsa. Endi maqsadimiz asosan ko'proq asfaltlashtirish qilib berish, imkon darajasiga harakatlashib boramiz. Bular ertaga bizga xizmat qiladi. Asfaltlashtirgan paytda o'sha tagni asavanisi tayyor bo'lib boradi. O'shaning hisobiga biz metrni 1 metrni 2 metr qilamiz degan ma'noga shu ishlarni qilib boramiz. 23 kilometr viloyat Kengash raisi Nur Kamol akani takliflari asosida biz maktablarga chiqdik. Maktab bog'chalarga. Shunaqa xabarim bor. Topshiriq bergan ekanmiz. Ana shu ba'zi bir maktablarga bordik. Juda ahvoli og'ir. Ana hozir siz aytgan hududlarda ham Quchoqda, Navoiyda, Qoraqalpoqdagi maktablar, Valfajr 32-maktab, Qo'ylbordagi 5-20-maktab, Yangiobodagi maktablar ko'rib chiqqanimizda shu narsani 15-maktab fundamentlari ham ketgan. Unga o'qish mumkin emas o'zi. Bundan tashqari mana o'sha ana u fab qilingan tomon bor-ku, orqa tomoniga o'tsangiz agar devor nimasi fundament to'kilib ketgan 15 dan orqasi. Uni sinfxonalarga kirsak, u bizni hozirgi zamon talabiga umuman javob bermaydi. Bu bir, ikkinchidan mana ana o'sha og'ir maktablarni o'zim ko'rdim. 10-maktabga borsak, 10-maktabni juda ahvoli og'ir edi. Buni mana shu yil biz ozgina harakat qildik, klaster yordam berdi. Uni aktiv zali bilan birga oshxonasi ham juda sport zali agor ahvolda edi. Hozir remont qilib qo'yganmiz uni, kirish eshiklari oldiy tomon nima, lekin orqasidagi ikkita binosi ham juda ham agor. Men uni o'zim necha marta borib ko'rganman bu narsalarni. Nimangiz to'g'ri, bu hozir mana xabarlar bo'lsa kerak, 300-sonli energiya tejamkorlik bo'yicha qaror qabul qilinganda
Peshku tumanida 10 ta obyekt kirdi shundan. 5 tasi maktab, mana hozircha senterdagi mana shu 9-idum deymiz, 47-maktab. Shuni ham ahvoli juda ham og'ir edi. Endi sentrga, tumanning markaziga shunaqa maktab bor edi. Shu narsa ham o'zi kirib, mana hozir nasib bo'lsa zamonaviy quriladi. U maktabga endi vaqtiga men otam ham shu yerga o'qiganlar. Necha yillik maktabda bu. Yoki masalan ana bu 29-bog'cha mahallasi Sadridimi? Ibn Sino mahallasida. 29-Avdenidagi bog'cha. Borib ko'rdim men bog'chani haqiqatan. Ichlarini ko'rib, boshqalarini ko'rdim. Juda ahvoli og'ir. Buni ham kiritganmiz. Faqat ana endi hozir siz aytganday maktablarimizga bor hozir mana 15-maktab haqiqatan aytyapsiz. 17-maktab bor. Mana bu yerda 2-3 ta maktabga qo'shimcha bino qurishimiz kerak. Yana bitta 2 ta cho'pkor maktablarimiz orqa tomonda oldiga yangi bino qurilgan. Bularni endi birdaniga bo'lmaydi, etapma-etap dasturlarga kiritib olib boryapmiz. Lekin har bitta dasturga mana shu yerda o'tirgan mana mo'g'ullarim bor yoki masalan mana xalq ta'limi yoki boshqalar biladi. Har bitta dasturga harakat qilyapmiz, nimadir o'zimizning ulushimizni olishga. Peshku tumanining ulushini olishga harakat qilyapmiz. Og'ir joylarimiz haqiqatan bor. Mana Obidxo'jaga maktab yo'q. 7 yildan beri yurar ekan maktab deb. Bachalar shu yerda 4 kilometrdan kelib ketadi. 7-maktabga, yondagi maktablarga kelib ketadi. 7-maktabga ham qo'shimcha blok qurish kerak. Orqa tomoni cho'pkor blok. Endi ko'p joyni harakat qilyapmiz, imkon darajasiga qilib boramiz bu narsalarni. Buni baribir bugungi zamonaviy yoshlarimizni talabiga javob berishimiz kerak, harakat qilib boryapmiz. Albatta bu mablag' bilan bog'liq. Eng achinarlisi shu 10-maktabga bordik. 5 gektar olmish sotiq ekan joyi. 10-maktab kirdi dasturga. Ha, 5 gektar olmish sotiq ekan. Endi maktabga uncha joy kerak emas-da. O'zi 700 nechta o'quvchisi bor ekan. Shunday. Xuddi shunday 15-maktab ham shunday. Yo'q, tadbirkorlarga berish kerak uni, yo'q, nimadir qilish kerak-da. Fikringiz to'g'ri, juda ham to'g'ri, ma'qul fikr gapiryapsiz, lekin mana bu bir xil holatlarga mana hozir men topshiriq berdim ko'p maktablarga. Mana 9-maktabning orqa tomoniga eski binosi bor edi. Shuni men borib ko'rsam, bitta odam ustiga tushiga ozgina qolganda o'zi. Shunday agor ahvoli kelgan, xulosani olib, gasindan olib sinos qildik. Endi mana shu joyga bino quramiz deyapti. Kecha qabulga borsam, odamlar nima aytibdi, bino quraylik. Qanaqa bino qurmoqsan? O'quv korpus quraylik. Savol beryapman. Nechta o'quvchingiz bor? Ha, shuncha o'quvchi bor. O'zi 4 ta 5 ta sinf ziyodi bo'lsa yerga. Nima qilasiz uni? Ha, bu yerda yomon turmasin, bekor turmasin. U bekor tursa, bitta binoni qurib, uni yana bekor qilib qo'yamizmi? Undan ko'ra buni men aytib ijaraga berishimiz kerak. Tadbirkorlarga, boshqalarga ijaraga berish kerak. Mana masalan, qaysidir maktablarimiz bor. Men kecha yaqinda ham shu nimadagi Gulistondagi maktabga borganimda bino turibdi. Binoni yiqitib, joyiga sport zal qurishni rejalashtirgan ekan. To'xtatdim shuni borib. Borsam binoning yaxshi holati, ishlatsa bo'ladi. Qanaqadir bir ish bo'lmasa, cho'pkori bo'lsa ham, lekin stansiyasi yaxshi turibdi-da. Joyini sport zalini joyini orqasiga o'tkazdik. Bitta perxod boradigan joydan yo'l topdik-da, stadionni biqiniga o'tkazdik. O'ra sport zal bo'ldi. Endi maktabga savol beryapman. Oshxonang bormi? Men oshxonam yo'q. Nima qilasan? Yangi quramiz. Mana turibdi oshxona. Uni yiqitgancha, endi kimdir buni endi mayli, birovning gunohiga kirmaylik. 4 ta cho'piyu bir nimadir olishga harakat qilar, xayoli shungadir kimnidir. Bu narsalarga bo'ladigan joylarni hammasini saqlab, hech bo'lmasa tadbirkorga ijaraga berish bo'yicha hozir topshiriqlar bor. Qarorlar bor. Ijara berish noto'g'ri bo'lmaydi, tadbirkorga ijaraga berib, o'sha yerga tikuvchilikmi, boshqami, mana hozir o'sha 9-maktabga ham shu narsani aytib keldim. Nima agar kimdir o'sha ijarasiga olib, bolalarni, qizlarni tikuvchilikka o'rgatsa yoki kimdir svarshchilikka o'rgatsa, kimdir boshqa bir kasbga o'rgatadigan bo'lsa, o'zi ham daromadini topadi. Men aytdim, noqonuniy bo'lsa ham seni qo'llab-quvvatlash uchun to'kin maktabdan qilib beraman dedim. Budjet hisobidan. Lekin sharti shu. Mana biz reja qilib beramiz, shuncha bolani kasbga o'rgatasan, shuncha bolani o'qitasan, keyinchalik manimchasiga oylik berasan, boshqasi qilasan degan narsalarni maqsadini qo'yamiz oldiga. Bu ham natija berish kerak-da, samara biza qo'llab-quvvatlagandan keyin natija berish kerak. Haqiqatan maktablarimiz juda ham katta qilib, gektar qilib solingan. 10-maktab ham xuddi shunaqa ahvolda. Orqasidagi 2 ta binosi ham hozir mana bitta binosi bu o'qib bo'lmaydi. O'sha orqadagi 2 etajli binosi bor-ku. Bittami 2 ta sinfidan qanday foydalanib bitta o'ra bino, bitta bera bino, u bir shunday. Ana o'rtadagi orqadagi binosini buzib joyiga bitta chiroyli oshxona qilsak bo'ladi. Perxoddan berib olib. O'sha narsalar endi ana nimaga kirdi? Xudo xolasa dasturga kirdi. Buni bir qaytadan o'tirib loyihalarni ko'rgan paytda ko'p joyga o'zim harakat qilyapman. O'sha ham qisqa ham kam xarajat qilib joylashtirishga binolarni. Ana men o'sha Guliston mahalla o'sha yerga deputatman. O'sha yerga qarab 10 ta qishloq bor. Peshku, Chuqurak, Niyozxo'ja, Jogare, keyin u tomoniga Kalasang, keyin Qo'rchi, shu atroflarga aholi bilan, yosh bolalar bilan uchrashsak, biza hozir deydi darsdan keyin qayerga boraylik degan masalani qo'yapti. Na u yerda biron kutubxona bor.
na bir sun'iy maydon bor, na barkod maydoni yo'qda. Bittadan keyin shu yerga qarab 12 ta qishloqqa yoshlarni bir nima bilan shug'ullantirish uchun hech nima yo'qda u yerga. Bir maktab bor tamom. Il maktabning sport zali bor, maktabning kutubxonasi bor. Haqiqatan bu narsalar bo'yicha bir juda katta imkoniyatlar berilganda, ba'zi mahallada juda ham zo'r shu narsadan foydalanib boryapti. Masalan, endi qisqa qilib aytadigan bo'lsak, uzr so'rayman, Kamol aka, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, xulosa qilish uchun hamma manbani berdik mana o'tirib ro'yxat qilish uchun. Bu uchun faqat ozgina harakat kerak, hammamiz birga qo'llab-quvvatlashimiz kerak, shu narsalardan qilinadigan ishlarni bajarishimiz kerak. Mana hammamiz albatta mahalladan, men nima uchun bu gaplarni aytyapman? Mahallamizga borib, mana kecha ko'p mahallani aylanib ko'ryapman. Qancha tomorqa yering bor? 40 gektar, 50 gektar tomorqa yer bor. Qancha farq qilinish tomorqaga, qilmadi. 5 so'ttiq, 6 so'ttiq degan masalalar gapirilyapti. Endi ruxsat bersanglar, mana shu narsalarga men o'ylayman, shu deputatlarimiz ham agar borib faol bo'lsa, biz endi ochig'i mana Ravshan Aytishga ham boshqalarga ham va'da berdik. Mana Qo'lbor mahallasiga 10 gektar qilamiz, Yangiobod mahallasiga 10 gektar qilamiz, Valfajrga 10 gektar qilamiz. Valfajr уже boshladi ishga, Valfajrga masala yo'q, lekin Qo'lborga bir qitigina harakat bor, lekin Yangiobod boshqa tomonlar bular mana bu qolgan Quchoq, bular hali nima deydi, uyg'onmayapti. Shu yerda deputatlari, shu yerning faollari harakat qilish kerak shu ishlarni amalga oshirishga. Ruxsat berasizlar, men agar so'zimning oxirida rais bo'l ruxsat bersangiz agar, shu mana Ismoil aka bor, mana nimani bozorni ko'ryapman. Bu bilan mana shu holatlar bo'yicha, suv yo'nalishlari boshqalar bo'yicha fikrlarni bildirsalar. Biz deputatlar birlashishimiz kerak. Mahallalar birlashishi kerak. Yurakga o't bo'lishi kerak. Men shu mahallamga nima yetmaydi? Nima qilsa bo'ladi? Oddiy ishlar bilan. Mana bitta bo'lgan ochishda gap bo'ladi ba'zi ishlar. Stadion qurishda, boshqa narsalar. Hayot aka 2006-yilga 57 gektar yer berilgan 140 ta qishloqqa. Har bitta qishloqqa haqiqatan ham to'g'ri aytasiz. Eslatdingiz hozir menga shuni. 1 gektargacha stadion uchun yer berilgan. Shuning uchun pastda o'zimiz jam bo'lib, birgalashib, bir faollikni oshirib olsak agar, yana bundan bir necha marta qaror ziyod ish bo'ladi. Qancha ko'p ish qilsak, xalqimiz uchun qilamiz, odamlar uchun qilamiz, farzandlarimiz uchun qilamiz. Shuning uchun harakatimiz juda kuchayishi kerak deb mana bir marta shu sizni hozir so'ragan narsangizga qo'shilaman. Rahmat sizga, katta rahmat. Mavzu bo'yicha yana biron taklif bormi? Yo'q. Agar boshqa takliflar bo'lmasa, hozir qo'llaringizga hurmatli deputatlar qaror loyihasi tarqatilgan. Shunga bugungi yana aytilgan qo'shimcha gaplarni qo'shib, shu qarorni asos uchun qabul qilsak ma'qulmi sizlarga? Kimda kim shu taklifga qo'shilganlarni qo'l ko'tarib tasdiqlab bersangiz kerak. Tushuringlar. Qarshilar, betaraflar yo'q. Birozdan qaror qabul qilindi. Kun tartibidagi ikkinchi masala bo'yicha so'z qishloq xo'jalik bo'limi bosh mutaxassisi Muhiddin Bozorovga beriladi. Marhamat. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-5 yanvardagi 5-sonli qaroriga asosan quyi bo'g'inda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish daromadarini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan har bitta tumandagi sug'oriladigan yer maydonlariga suv limiti belgilangan. Mana shu suv limiti 2025-yilda belgilangan bo'lsa-da, Xalq deputatlari Peshku tuman kengashi sessiyasi qarori bilan tasdiqlanmagan. Hozir sizlarning qo'llaringizga tumandagi sug'oriladigan maydonlari mavjud bo'lgan 440 ta xo'jalik subyektlari hamda 34 ta mahalla fuqarolar yig'inlari ro'yxatlari, suv limitlari berilgan. Mana shu limitlarni ko'rib chiqib, sizlarning bildiradigan e'tirozlaringizni inobatga olib, men mana shu suv limitini miqdorini tasdiqlab berishlaringizni so'rayman. Endi juda katta material bu, buni tushungandirsizlar, izlaysiz. Savollaringiz bo'lsa marhamat. Qaror loyihasi qo'llanishga tarqatilgan. Agar savollar bo'lsa, marhamat bering. Bo'lmasa, savollar bo'lsa agar shu qaror ma'qullansin degan o'rtoqlarni qo'l ko'tarib tasdiqlab bersangiz. Qarshilar, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Ma'lumot bo'yicha bitta narsani aytib bering. O'zin aka mana hozir cho'l zonasiga ilgari sog'liqlar bir xil edi bizga. Mana madaniy zonaning sog'lig'i oshirildi. Bu nima bo'yicha shu erkin fayz galovga bir necha marta chiqdik, mana shu narsalar adolatli bo'lib boradi-da.
Bechora cho'ldan borib ko'raman. Issiqdan boshqaga suv yetishmaydi. To'p bilan suv oladi. Yana suv so'rov to'laydi. Yana elektrga pul to'laydi. Elektrdan ozgina pul qo'shimcha qilib Endi navbatdagi masala melioratsiya ishlarimizga. Endi ma'muriyatchi Yana bir marta assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, sessiya qatnashchilari. Peshku tumanida 2026-yilda melioratsiya obyektlarini tizimli ta'minlash, tiklash bo'yicha amalga oshiriladigan ustuvor loyihalar ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining so'ralgan yillarning meliorativ holatini yaxshilash, dasturlarni shakllantirish va amalga oshirish ishlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorning 2-bobida hududiy dasturlarni shakllantirish tartibi keltirilgan bo'lib, tuman melioratsiya uchastkasi tomonidan ishlab chiqilgan dastlabki texnik holati qoniqarsiz bo'lgan meliorativ inshootlarning ro'yxatini shakllantirgan. Ya'ni bu yerga 15 ta kollektorlar ro'yxati shakllantirilgan. Misol tariqasida 1, 2, 3 tasida aytmoqchi bo'lsak, shimoliy kollektorga 22 km 808 metr, uzunlikda Xalash kollektori 28630 metr, shimoliy 9-3 kollektor 4 km 50 metr va shimoliy 5 kollektor 2 km 60 metr rejalashtirilgan. Jami 75 km 400 metr uzunlikdagi ochiq kollektor tarmoqlarini ta'mirlash, tiklash tadbirlarini amalga oshirish rejalashtirilgan. Bu shu masalalar bo'yicha komissiya ko'rib chiqib, sessiyaga bu kiritilgan, qaror loyihasi deputatlarga tarqatilgan. Shu qaror loyihasini tasdiqlab berishlaringizni so'rayman. biron qo'shimchalar yo'q, biron savol yo'qmi? bu masala bo'yicha bitta fikrim bor edi. Mana o'zi haqiqatan Yana qo'shimcha gaplar bormi? Yo'q. Kimda kim shu qaror loyihasiga, mana Ismoil aka takliflari, hayot asranish takliflari qo'shimcha qilib qabul qilinsin deganlarni qo'l ko'tarib tasdiqlab bersangiz. Tushuringlar. Qarshilar, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Bugunga mo'ljallangan masalalarimiz hammasi ko'rib chiqildi. Hayot asranish bugungi sizning ma'ruzangiz, butun tuman loyihasini berganingizdan biza bir xulosalar kelamiz. Nasib etsa hozir birgalashib deputatlar biza qolib, yana bir ishimizni qaytadan ko'rib chiqamiz. Xudo xolasa, men shunday o'ylayman, hammamiz birlashamiz. Mahallalar, deputatlar, manzilda o'tirgan tashkilot rahbarlari, barcha faollar, ayniqsa nuroniylar, mana bugun qatnashib o'tirganlari juda siz o'ylab to'g'ri aytgan ekansiz. Ko'pchilik bular bo'lsa, albatta bu taklif qilinadi o'zim shunda. xuddi shunday. Nabarot ular ko'proq yo'lboshchi bo'ladi. Qanchalik chuqur fikrlarni oldik. Boruvchini aytadi o'ziga. Mayli o'zi sanoat to'g'ri gap aytdilar, ammo 3 ta o'g'ir mahallaga borib, planshetlar qilasizlar, birga borib, xudo xolasa birga shu xalqni yig'ib, o'sha yerda tushunchalarni beramiz, keyin aytamiz, sandan buni, mandan buni. Mana buni san qilasan, buni biz qilamiz degan narsani aytib kelamiz. Shu uchun yaxshi xulosalar qilamiz. Nasib etsa birgalashib sizga katta rahmat. Sessiyani yopiq deb e'lon qilaman. Deputat